Avvalambor assalomu alaykum deymiz azizlar. Xush kelibsizlar tomoshabinlarimizga. Barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilagan holatda bugun biz ham o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Bugun sizlarning xizmatlaringizda bir guruh farg'onalik, aniqrog'i Vodillik, O'zbekiston xalq pahlavoni Tursunali Muhammad Hoji polvonni o'g'illari, nabiralari hamda nabira shogirdlari xizmatlaringizda bo'ladi. Vodil Chinori guruhi bugun sizlarning xizmatlaringizda ajoyib tomoshalarni ko'rib guvoh bo'lasiz. Masqaravoz yigitlarning tomoshalarini, fokuschi yigitlarimizni tomoshalarini balanddor ustida, bundan tashqari simdor ustida ajoyib tomoshalar bo'ladi. Polvonlar xudo xolasa og'ir yuklarni ko'tarib, yigitlarni ko'tarib, mashinalar bilan tomosha ko'rsatib borishadi. Hammalaringiz xudo xolasa mana shu tomoshalarda chiroyli tomosha. Ya alaykum assalom. Ya odamni qo'rqitib yuborasiz. Masqaravoziga alaysiz. Ya yaxshimi? Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Boshlab oldingizmi? Ha, boshladim mana. Kam bo'lmang, boshlab oldim. Rahmat, so'raganingizga rahmat. Endi iltimos bering, endi menga navbat. Boring, ichkariga kirib ketavering. Bo'pti. Bo'pti. Boring. Ha? Men gapirib olaymi? Ha, yo'q, menga navbat, ujibsi. Ya to'g'ri, masqaravoziga ketmadi. Hamma navbat bilan chiqadi. Men hali sizga navbatdan berganim yo'q. Men odamlarga endi tanishtiryapman o'zimizni. Siz shoshilmay turing, orqaroqda turib turing, ya. Qo'limdan mikrofondan qo'yasan. Endi mayli, parvo qilmaysizlar bunga, birodarlar. Bu masqaravoz ham xudo xolasa tomosha ko'rsatadi sizlar. Men o'z tomosha ko'rsataman. Oppo. Juda bir beymani bor ekansizda. Gapirgani qo'yasizmi yo'qmi meni? Yo'q. Men tomosha qo'yib olay, keyin gapiraversan qolagan. Navbat bermasam bo'lmaydimi? Hozir hech kim ko'rgisi kelmayapti o'zi sizni masqaravoz. Ay, meni kutyapti hamma. Ya. Mana masqaravozga navbat beraymi? Ana. Ko'rki. Beraymi? Oppo. Mayli. Mana sizga navbat. Bo'pti. Men kerakman. Men kishi kerak emas. Yordamga. O ichkariga kirib ketsang ham mayli. Yo'qolib qolsang ham mayli. Bo'pti. Ha, O'zbekistonga ketib bor. Bo'pti. Assalomu alaykum. Endi navbat menga. Men tomosha ko'rsatishim uchun haligi bolalardan, o'g'il bolalardan o'zbekchani biladigan bor bo'lsa zo'r bo'ladi. Bormi? Hech kim bilmaydi. Kim biladi o'zbekcha? Bormi? Ha, ana bitta. Kim yana? Ketdi bu tomonga o'tsa. Bo'ladi. Yetadi. Bu tomonga o'tinglar. Молодцы. O'z orqaga qotining. Bir qator bo'lib turamiz, bir qator. Ket. Oho. Kichkina. Oxiriga o't. Sen ham oxiriga o't. Sen bu tomonga o't. Ana. Yaxshi. O'zbekchani bilasizlarmi ish qilib? Men o'zbekchani bilmayman. Ha? Isming nima? Valijon. Umar. Jamoliddin. Yosin. Hasan. Bobojon. Fotajon. Imron. Shahlo? Shahlomi ismi? Bo'laveradi, nechchi sinfsan? 5. 4. To'rmi? Ha? To'rmi? Sen ham 4 sinf. Sen nechinchi sinf? Yaxshi. Bo'laveradi. Ha? Bo'ldi, yetadi. Rahmat. Sen ham o'tir o'zingizga har doim chiqaversanmi? Maktabda haligi matematikadan dars o'tadimi? Biz ham hozir shuni olamiz. 2 kere 2. 2 kere 4. 4 kere 4. 4 kere 4. Ularga nima bo'lyapti? 4 kere 4. 4 kere 4. Ha. 8. Voy, malades. Oxir aytib oldi-ya. Biz o'qigan paytda 16 bo'lardi. Hozir qisqartirib tashlashibdi. Mayli, matematika 0. Endi haligi fizkulturadan dars o'tasizlarmi? Biz ham hozir shunday dars o'tamiz. Jilvoylar chizar tomonga. Ha, bir qator bo'lib turamiz, tekis turamiz. Orqaga o't, qotqiniga o't. Qarang, bo'lmasam Smirni menga qarama, to'g'ridagi chiroyli qizlarga qara. Hey, aha, tur.
Ana endi bo'ldi. Bo'ldi degani shalpay. Shalpay degan chamadonni o'ngga, chapga, o'ngga, chapga qimlatamiz. Tushunishdingmi? Boshqatdan. Boshqatdan, to'xta. Svirra. Ana endi bo'ldi. Bo'ldi degan chamadon o'ngga, chapga, o'ngga, chapga, o'ngga, chapga. Qimlat. Kichkina. Hey, bo'ldi. Bo'ldi. Agar yana qimlatsalaring, qizlar olib qochib ketadi hozir. Ana endi mana orqamga bo'y-bo'yga saflab o'yinlarchi, mana orqamga yurib. Keyin ertaga. Aka. Ey, birinchi mashqimiz. Birinchi mashqimizda yugurib kelasan-da, bir marta yumaloq oshasan. Yumaloq oshishni bilasanmi? Qani yugurchi. Yugur. Yugur, saram, yugur, tez. Ha. Yugur, sekin. Ay, hoppa, akşia. Hoppa. Voy, молодец. Hoppa. Yaxshi. Joyingga qo'y. Zo'r. Ana endi ikkinchi mashqimiz. Ikkinchi mashqimizda xuddi shunday yugurib kelasan-da, bir marta oldiga, bir marta orqaga. Oldiga, orqaga. Yugur. Ha, yugur. Qo'yvor. Ha, yugur. Ha, keyingisi. Ha. Yugur. Ha. Oldiga. Orqaga. Bunaqasiga bo'laveradi. Ha, yugur. Oldiga. Yaxshi. Ha. Oldiga. Orqaga. Nazar. Oldiga. Ana endi orqaga. Yaxshi. Ha, keyingisi. Ha. Oldiga. Oldiga. Bo'laveradi. Ha, kichkina. Ha. Oldiga. Ha. Voy, dur. Ha, kichkina. Hey, yugur. Gel. Yumaloq. Ha? Batareyasi tugab qopti. Mayli. Kel. Men senga yordam beraman, boshqatdan yugurib kelamiz. Ha. Yugurib kelib turib, ha, yumaloq oshamiz. Ha. Yumaloq. Hey, biyo. Qo'y bacha. Mayli. Bo'lmadi bu. Endi uchinchi mashqimizda yugurib kelasan. Qani shu yerda turuvdi-yu. Aha. Bizga kattaroq yordam. Sen keyin. Sen kichkinasan qo'y. Kelib tur. Tizani yerga qo'y. Ana, qo'lni ham qo'y. O'rgatilganda mana tayyor. Eshik mana tayyor. Yugurib kelasan-da, buni sal qiyinroq. Boshingni qo'yib, qo'lingni qo'yib yumaloq olib ketasan. Tushundingmi? Agar boshim qattiq tegmasin desang, mana yumshoq joyga qo'y. Yumshoq tegadi, to'g'rimi? Hadi, yugurib, keltirib. Yaxshi. Ha. Yaxshi. Ko'rmayapsanmi, qizil svet yonyapti. Boshqatdan razgon bilan. Ha. Yugurib, keltirib. Mayli, bo'laveradi, zo'r. Endi sen turib ol, qo'lni tiziga qo'y. Ana, yaxshi. Endi bunisi zo'r. Endi yugurib kelasan-da, qo'lingni qo'yib sakrab o'tasan. Maza uchib o'tasan. Bilasan-a? Yugurchi. Ha. Hey, yugur. Yugurib, keltirib. Yaxshi. Ha. Hoppa. Ha. Yugurib, yaxshi. Voy, nima qilyapsan? Batga tur. Yaxshimisan? Batda basen yo'q, kalla tashama. Sal qoldan sanchir. Yaxshimi ayog'ing? Yaxshimi? Zo'rmi? Bak o'tirib olsan. Running time out. Zamina. Bormi zamina?
Mayli. Ikkinchisi. Oba, yaxshi. Yugurib gapir. Nima qilyapsan deyishdi. Men senga mingan olib keldimmi? Rost. Ikkinchisi. Oba, yaxshi. Yugurishini. Hakan bosh. Ay, nima qilyapsan? Xotin yo'q. Kichkina, sen ko'rsatib qo'y. Sen ko'rsatib qo'y. Yaxshi. Buniki zo'r chiqdi. Voy, молодец. Rahmat. Hey rahmat, masxaravoz yigit. Masxaravozda haqiga ham bitta qarasing shoqiylar. Qo'y masxaravozimiz. Gap yo'q. Davoming masxaravoz. Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p. Ayzarim, yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar tomoshagohimizga. Xudo xolasa bu masxaravoz yigit o'yinlar davomida biz bilan birgalikda sizlarda ko'ngillaringizni ko'tarib borishga harakat qilishadi. Dasturlarimizni boshlaylik. Eng yosh qatnashchilarimiz bilan tomoshani boshlaymiz. Sizlarga guruhimizni eng kichkinasi bir tomosha ko'rsatib borsin. Endi o'rganib kelyapti-da. Nimalarni o'rgandikkin? Baholash bu sizlardan, yosh yigitlarimizdan. Eldorbek, xudo xolasa endi 16 yoshga to'ladi. Sizga nimalarni o'rgandi, qanday tomoshalar ko'rsatadi, baholash sizlardan. Ha, eng kichkinamiz, ama qarsiyni yaxshi ko'radi-da. Bir qarsiylar bilan kutib olinglar. Ya barakallah. Eldorbek, yoshi yigitcha. Ya momaga. Ochiqing. Endi ayzarim yigitcha shisha siniqlari bilan sizga tomosha ko'rsatib boradi. Shisha siniqlari nimaligini hamma yaxshi biladi. Biz sizlarning oldinglaringizda har kuni shisha sindirmaylik deb sindirganlarimizni to'plab kelamiz-da. Shularning ustida bir tomosha ko'rsatib borsin. Aqlan inson o'zini tanasini boshqarib bir tomosha ko'rsatadi-da. O'zini ishontirish o'yinlari bilan shisha siniqlariga ochiq badallarini urib tomosha ko'rsatib borsin. Mana shishalar. Ko'ryapsiz? Juda ham ko'p. Bittasi bo'lmasa bittasi kesish kerak. Shularning ustida o'ynaydi yigitcha. O'ynaganda ham ochiq badalini shishalar ko'radi. Sizlardan bir qarsiy bo'lsin, yigitchadan bir tomosha bo'ladi. Qani marhamat. Ya qarsiy o'tirsin. Hey, shohla. Ana, yetdi. Barakalloh. Bir qarsiy ham bo'lsa. Mayli. Xo'p. Endi bu shishalarga endi badallarini urib tomosha ko'rsatishni boshladi. Bir tanishib oldi-da. Endi og'irroq tomoshalariga o'tamiz. Murakkab tomoshalariga o'tamiz. Shishaga yotsin, ustida akalarini og'irligini bir ko'tarib bersin. O'zi tenqur yigitlar yerda yotib ko'tarishi mushkul bo'lgan yigitlarda og'irligini shishalarda ustida yotgan holatda ko'tarib o'ynasin. Marhamat. Remix Live DJ Tole. Hozir keyingi so'zada. Qani marhamat yigitlar. Ko'ring, shu holatda mayli, bugun 3 ta akasi chiqib olamiz. Ko'ringlar. DJ Tole. Mayli ko'ring. Endi o'ylashingiz mumkin. Badanini ehtiyot qilyapti-da baribir. Endi bola yotsin, o'zini kuchi yetgancha tepaga otib, orqa badanini shishaga uradi. Shishani ovozi eshitilsa qarsiy chopdasizlar bolaga. Marhamat ko'ring. Bor kuchi bilan shishalarga orqa badanni uradi. E'tibor bering. Bir qarsiy ham bo'lsin bolaga. Eldorbek. Yashaydi. Kam bo'lmagan. Ama ko'ryapsiz shishalar bilan, lekin o'ynataman desam tomoshalari ko'p. U mayda-chuyda o'yinlarni qo'ysin. Qarang, asosiylarini sizga ko'rsatsin. Mana, miqlar, masxaravoz yigit qo'lida miqlar ko'rsataylik. Bir yaqinroqqa borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shu yerda yoshi kattaroq akalarim turibdi. Bir ko'rib berishsin. Akalar, shunday miqlarga kaftingizni bosib ko'ring. Yoshlar sizlar o'tiraveringlar. Miq
haqiqiymi? Nastoyashi, rahmat. Ko'ring, endi hammaga ko'rsatgani vaqtimiz yetmay qoladi. Bola shishaga yotsin, ustidan miqlarni qo'yadi. Uni ustidan yana akasi ham chiqib oladi. Pastda shishalar, tepada miqlar, bolani badaniga nima qiladi? Ko'ring, marhamat. Ko'ring, shu holatda miqlarni ham qo'yishsin. Sekin qo'yadi. Sen yotasan, men uraman. Sekin qo'y. Shu holatda mana masxara va 80 kilo og'irligi bilan chiqib olsin, ko'ring. Yasha! Hey! Dadurroq orsinga orsiydimi? Malakali yigitcha! Yashava! Mayli birodarlar, ko'ring. Badani bilan yotgan bo'lsa, endi shishalarga ochiq yuz ko'zi bilan yotsin. Odamda eng nozik narsa odamning yuzi bo'ladi. Undan ham nozikroq ko'zimiz bor. Agar ko'zimizga biror shikast yetsa, bu ko'zni hech qatdan qaytib topib bo'lmaydi. Bola ko'ring, shishalarga yuz ko'zi bilan yotadi. Yotgan holatida ustida meni og'irligimni ko'tarib o'ynasin. E'tibor bering, marhamat. Ko'ring, shu holatdan chiqaman. Sizlar bo'ldi desalaring keyin tushaman. Faqat bo'ldi deyish esdan chiqib qolmasin. Men turavermay tepada, ko'ring. Hey! Bo'ladimi? Habita qarshi ham bo'lsa yigitga. Ey yashasın! Elnormi! Yashavori yigitcha. Abobaga. Barakalla. Birodarlar, lekin ko'ryapsiz. Aytdim, yoshligidan shu shishalar bilan o'ynab keladi. Ancha-muncha kamchilik xatosi bo'lsa ham aytga sanamaysiz, hali yoshda. Endi bola ham qo'rqmaydi. Qo'rqmasa esmaydi ham. Shisha siniqlari bilan tomosha ko'rsatdi. Yana armatura temirni olib chiqishdi. Bu tomoshani endi katta akalari o'zi aslida bajarar edi. Endi yigit ham yosh bo'lib turib o'rganibdi-da. O'rgangan bir tomoshasini ko'rsatsin. Oddiy armatura temir nimaligini hamma yaxshi biladi. Oddiy magazinda sotadi. Biz ham shu magazindan olganmiz-da. Ko'ring, armatura temirni bir uchini akalar ushab turadi. Bir uchini yigit tomog'iga qo'yadi. Shu holatda armatura temirni bosib egaman deyapti. Tomog'i quvvatida. Bitta non ushog'i tiqilib qolsa o'zi qanchalik qiynalasiz. Uzoqqa bormang. Shuni barmog'ingizni qo'yib, sal qattiqroq itaringda, o'zi mazasini bilasiz. Bola hozir armatura temirni bosib egishga harakat qilsin. Har holda bu temir bosib egib olsa bitta qarasa hisob qilasizlar yigitga. Bitta aylanib oringlar. Bos. Qaytarishi yo'q. Katta. Mahkam bo'l. Bos. Ey yigit, hushyor bo'lasan. Shoshilmaysan. Ha, bu temir. Xayolni qochirishi yo'q. Bosdik. Katta. Ey yashasa! Ebidan arsay bo'lsin! Elnormi! Yashing. Assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar tomoshagohimizga. Dasturlarimiz davom ettirib boramiz. Hali qiziqarli tomoshalarimiz oldinda turibdi. Yigitlar aytib o'tdi, sizlarga 12 metrlik balandorda tomoshalar bo'ladi. Pastda mana bu simdor ustida polvonlardan bir chiroyli tomoshalar ko'ramiz. Bosinglar os. Alloh safaringizni bexatar qilsin. Qani. Ayollar bor ishon qilasizlar. Hey! Dorboz chiqqandek sirxobkasiz dorisiga ko'tarilyaptilar. Yashing. Ayollar bor ishon qiling. Barakalla. Hey! Amir qarsiy chopamiz dorozga. Ta'siragamiz dorisilar. Yashing. Hey! Dorvoz keldi yurtingizga, nur keldi, ziyo keldi. Davralarni to'ldirib shodlik-u shodon keldi. Shakarlabga tabassumu
qizil yuzga nur keldi. Ushbu kun yurtingizga ajib bir dorboz keldi. Hammaning, hey, Taqsir aka, mana dorsiga chiqib oldingiz. Endi xayolni parishon qilmaysiz. Siz bilan bizda qanoat yo'q uch ketgani. Bir qavat turustda turibsiz. Oldiniga bir dor qonun qoidasi bilan tanishing. Ba'da so'ylaringizni og'irlashtirib boramiz. Qani marhamat. Xayolni parishon qilmang. Astali ustali bilan. Qani. Shoshilmang. Barakalla dorboz. Ana, nishobiga olib. Hey, ova, yashing. Ha, ha, ha. Barakalla dorboz. Hey, hey. Yashasın. Ha, dorbozga qarsiga ham choptiramiz. Kamiling. Mayli, Taqsir aka dorilar bilan tanishib oldingiz. Endi o'yinlaringizni bora-bora og'irlashtirib boraman. Murakkab tomoshlarga o'tamiz. Qo'lingizdagi langarni baland ko'tarib, bir xatar o'yin o'yning, ko'raylik dorboz. Qani. Hushyor bo'la. Hey, shoshilmang. Hey, qo'lingizdagi langarga hushyor bo'lib, barakalla. Hey, hey, hey. Ko'pchilik ko'rmay qoldi, orqa tomoniga ham bir qaytaring. Yashasın. Taqsir akamiz zorsizlar. To'xting, lekin azizlar bilib turibmiz. Bu pastdan turib, bu tepaga qarash oson. Lekin bu tepadan pastga qarab olish qiyin. Dorvoz bir qavat turistda tomosha ko'rsatib boryaptilar. Dorvozga qarshi edi bori shumi hali? Oho. Rahmat. Bu qarsiga ham yaxshi bo'lyapti. Ovozi esdan chiqib qolyapti-yu. Birdan biror qarsiga chorqamiz. Yaxshi. Kamami. Ha, Taqsir aka, qarsiga eshitdingiz, endi qarsiga moslab bir o'yning. Qo'lingizdagi langar bilan oldiga res, orqaga chapar astasiga olib bir yuguring, ko'raylik dorboz. Qani. Hushyor bo'la. Shoshiling. Hey. Orqaga hushyor bo'la. Yashasın. Hadi. Hey. Barakalla. Hey, orqaga hushyor bo'la. Taqsir akamiz zorsizlar. Kamaming. Hey, aslar. Lekin ancha muncha 50 yoshli akalarim yerda mana shuni yugurmayapti. Dorvoz dorisiz yuguryapti. Kamaming Taqsir aka. Kamaming. Mayli. Bu shahar juda ham ko'p dorbozlarni ko'rgan. Murakkab tomoshlarga o'taylik. Og'ir tomoshangizga o'tamiz endi. Aslar, e'tibor beringlar, dorvoz bir qavat turus ustida ana shu qo'lidagi langar cho'pi bilan oldiga bir yumaloq beraman deyapti. Oddiy misol yerda ko'rpachani ustida yumaloq qanchalik qiyin. Dorvoz sizlarga bir qavat turus ustida yumalab tomosha ko'rsatsin. Qana marhamat. Charqanchani qoldirsangiz ham mayli. Hey! Va! Qani, ketdi. Hey, yurma o'rtadan, hey! Shamol mening yuragimni ham Shamol. shoxdan shoxga otib turar. Yerda yotgan xazin yaproqni Hey, hushyor bo'ling, dorboz. yugurar. Taqsir aka, o'zingizga hushyor bo'ling. Allohni esdan chiqarmasdan, yo Alloh. Bismillah. Shoshilmang. Barakalla dorboz. Hey, yashing. Hey, menimcha bir dadro qarsiga arziydi. Taqsir akamiz zorsizlar. Kamaming. Yashing dorboz. Mayli, hey, Taqsir aka. Mana dorusda langar bilan tomosha ko'rdik. Endi u langar og'ir. Uni ko'tarib yurishni o'zi emas. Uni pastga tashing. U bilan tomosha ko'rdik. Endi usiz bir tomosha ko'raylik. Gruzin xalqi aytar ekan, bizdan shu xalq bo'lmaydi. Ular bekorlarda aytibdi, biznikilarda yerda emas. Dorusda sho'xliklarini ko'rishmabdi. Taqsir aka, gruzinchasiga oling. O'rta shoh, yonbosh shohlariga olib bir o'yning, ko'raylik dorboz. Qani. Hey. Ova! Yashing dorboz. Hey. Qo'sida shirra. Qani. Chapar astasiga, postiganda sho'xra. Ketdi. Ha! Yashasın! Chapar astasiga, mana yonbosh shohlari bilan. Mana ketdi.
Hey! Baragala barmas. Hey, Tahsin aka, yuqoriga qarab ketdik. Ha, qarshi ishlamadi, yuqorsi. Ay barakalla. Tamoming. Mayli Tahsin aka. Ey, Dorusda tomoshlaringizni ko'rdik. Endi darvoza zo'rini bu chig'iriq ustasilagan deganlar, siz ham 2 dona chig'iriq usta sinab olamiz. Chig'iriqqa tayinlab oling Tahsin aka, qani. Aslari ko'pchilik keladi, so'raydi. Bu ikkita tomonda osilib turgan narsa bu nima deb? Bu chig'iriq deb ataladi. Chig'iriq ham mana 3 pog'onadan iborat. Chig'iriq bir turning misoli. Bir xil yigitlar bor, turning dasasini ushasa, 30 ta 40 ta tortinishni ko'rdim demaydi. Ha, bir xil yigitlar bor, turning dasasini ushasa, o'zini ham og'irligini ko'tara olmaydigan yigitlar ham bor. Dorvoz 50 yoshda tomosha ko'rsatadi. Hey, Tahsin aka, o'zingizga hushyor bo'ling. Xofli tomoshalar bo'ladi. Chig'iriq bilan bir tanishing, ba'da so'ylaringizni og'irlashtirib boring, qani marhamat. Ha, qila bersin. Ha. Hey, ola, yashinglar bas. Mana. Sho'rlar. Shoshilmassan. Hey, qaldirg'och tomoshalari. Qani ketsa. Yashing. Yurak senga dadil bu dunyoning Avstriyamiz do'stlar. Jam bo'ling. Ey, Xudoyo qudratingning shevasi farzand ekan odam zotning mevasi. Gar bitikda farzanding bo'lmasa, na kerakdir moli dunyoning hammasi deydilar. Tahsin aka yoshmasiz, 50 yoshda tomosha ko'rsatyapsiz. Xayolni parishon qilmang. Har bir joyda tarozi bo'lgandek, chig'iriq usta ham tarozi degan o'yinimiz bor. Bosh tomon og'ir kelsa, oyog'ida beti bilan, oyoq tomon og'ir kelsa, qo'li bilan ilib, tarozi degan o'yin o'ynaying, ko'raylik Dorboz. Qani. Shabala. Ha. Hey. Yashing. Qana Dorboz. Shabala. Hey, Dorvozda turishiga e'tibor bering. Hey, baragala Dorvoz. Yashing. Qana hushyor bo'ling. Hey. Baragala Dorvoz. Qana. Hey, yashing. Mana uchalar tadroq qarsiga arziydi. Asragani so'rsilar. Jaming Tahsin aka. Yashing, mayli Tahsin aka. Tahsin aka, sizni o'ynataman desam, o'yinlar juda ham ko'p. Mana bu yerda qatorasiga yoshlar turibdi. Yoshlardan ham tomosha ko'raylik. Siz sekin pastga tushib keling. Faqat sirpani kechish yo'q. O trosdan tushasiz. Xayolni parishon qiling. Astali bilan shoshiling. Hushyor bo'ling. Azizlar, sizlarga go'zal Farg'ona shahridan kelib 50 yoshlarda tomosha ko'rsatdilar. Bir qarsak olamiz. Tahsin akamiz. Ko'ryapsizlar azizlar, 50 yoshlariga qaramasdan bizdek yoshlar bilan yelkama-yelka turib, bizdek xaloqa tomoshlarini ko'rsatyaptilar. Bu davr san'ati 2000 yillik tarixga ega. Hazrat Ali, Pirim Alidan meros san'atni o'rganib tomoshlarini ko'rsatdilar. Bormar bir sahiy. Dorvozda o'yinni ko'rdim, havas qildim, niyat qildim. Meni ham 50, 60, 70 yoshimda kuch-quvvatdan qo'ymasin degan bir mard, bir sahiy bo'lsa agar, Dorvozda talabi atga bir 20 somon so'rab qo'yamiz. Yam yo'q 10 somon bilan tortaga 7 qadam bosyapsizmi? Kelar ko'pchilik 2 bora qo'llaring bir duoga ochilar azizlar. Ilohomiy. Avvalida yetdim deganda yiqilmang. To'ldim deganda to'kilmang. Og'zingizga osh borganda aslo ko'zdan yosh kelmasin. Kim nima niyat, nima maqsadda ulug'dor ostiga 7 qadam bosyaptimi? Yaratgan Alloh mana shu yerdan noumid qaytarmasin, ilohim amin. Allohu akbar. Asl falon degan daraga chiqishlarini bir guldiroz qarsiylar bilan kutamiz. Qani marhamat. Asl falon. O'zbeklar faloni. Asl falon. Yasha falon. Anlamış. Pas. Azlar.
Polvonni ko'ryapsizlar, hali yosh. Polvonlik tosh o'yinlari bilan tomosha ko'rsatib boradi. Ancha muncha aybi bo'lsa ham aybga sanamaysizlar. Yoshda polvon. Qarshingizda to'rqadoq tosh 24 kilodan 16 kilodan. Oldingiga polvon badanini qizdirsin. Keyin o'yinlarini og'irlashtirib boramiz. Qani marhamat. Alloh o'zi madadkor bo'lsin, polvon. Qani bo'lsin. Bir qo'llarda 24 kilolik. Yaşa! İngilizce barmağıda! Hey! Barakala polvon! İlk taraf baş! İngilizce barmağılarda! Yaşing! Bo'ladi! Qarsay yo'qmi qarsay! Mayli! Azlar, polvonlikning ichida murakkab tomosha bu jangler tomoshasi. Polvon bitta 16 kilolik toshni o'zida jangler holatini ko'rsatsin, qana marhamat. Shuhrat! Shopiga olib ko'ramiz. Tezlikni ko'raylik. Hopa, qani. Tezlikni oshir endi. Nishopiga. Yon bosh janglari. Hey. Barakalla polvon. Qani. Ikki borib janglarlari. Yasha, qo'yilik. Bunaqasi bo'lmagan. Yuqoridan. Barakalla polvon. Qani qaytarib ko'ramiz endi. Yasha, bo'lar ekan o. Oyoqdayda. Qani. Orqa tomonlaridan. Dos. Yasha, stakanchi holati. Bo'ladi, ikki borib. Yasha. Asli polvon. Mayli. Mayli. Shurib organiga ishtirafnoy. Bittasi bilan tomosha ko'rsatgan bo'lsa, endi ikkitasi bilan tomosha ko'rsatsin. Ikkitasi ancha murakkab bo'ladi. Bir-biriga urushtirib olmasin, adashtirib olmasin. Havoni taptida oldi-orqa ikki barot janglarini ko'rsatsin. Qani marhamat. O'g'il bola. Hey. Keti. Yasha. Barakalla polvon. Ikki barot. Bunaqasi bo'lmagan. Kamdan kam. Yasha. O'tirgan holatida jim holati. Hey, mana buni kres holati deydilar. Menimcha qarsakka arziydi. Asl polvon. Kam bo'lmadi. Mayli, aslar polvonimizni badani qizidi. Endi o'yinlarini og'irlashtirib boraylik. Polvonning o'zini toshi bor. Mana yillar olib chiqishyapti toshni. Endi polvon ham ko'taradi mana shu toshni, har kim har xil o'ylamasin. Polvon o'zi yosh ekan-u, qanaqa tosh ko'taryapti deb o'ylashlaring mumkin. Shuning uchun. Aka, yak minut. Biyo aka, yak minut. Keling. Mana akalarim. Keling. Assalomu alaykum aka. Uzr joyidan bezda qildim. Toshning og'irligini ko'rasiz. Yelkaga oling bir. Ikkita qo'ldan sho'ring, ikkita qo'ldan ruxsat yelkaga cho'r. Ikkita ana shunday siltab turib yelkaga ketdi. Ha. Yaxshi, bitta qo'lni tepaga. Bo'lmaydimi? Mayli, sekin qo'ying. Kulmanglar, tosh og'ir. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qarang, keyin yelkaga oling. Ya. O'zim masxara ovozimiz bor edi. Bu daspa. Ana endi yak daspa. Bo'lmaydimi? Tepaga yak daspa aka. O, du daspami? Mayli. 50 kilo aka. Chiqadimi? 50? Yo'q, 100 kilo ne aka? 50 kilo. Rahmat. Kam bo'lmanglar, bir qarsak chop qo'yinglar. Boshqa yigitlardan yo'qmi? Akalar, kelmaysizlarmi? Yo'qmi boshqa yigitlar? Mayli, polvonimiz ko'tarsin, mana akalarimiz chiqib harakat qildi. Tepaga qiynalganiga hayron bo'lmanglar. Tosh og'irligi 50 kilo. Endi polvon ham ko'tarsin. Polvon bitta tosh ko'tarsa uyat bo'ladi, polvon degan nomi bor. Yerdan mana bu toshlarni ham uzolsa, keyin bir qarsak ish olamiz. Qani marhamat. Hey! Toshni ko'tarilish usuliga e'tibor bering. Bitta oldiga janglar, bitta tepaga.
Mana bu sizlarga sog'a bo'ladi. Yetadi. Sog'. Polvonni bir qo'lida 50 kilo. Birovni yordamsiz yerdan yana bitta 24 kilolik tosh. Hey, oyog'ini betida yana bitta 24 kilolik tosh. Menimcha qarsak arziydi. Asl polvon. Yasha polvonim. Jamoa. Yo'q, to'xtab turinglar, toshlarni olib turinglar. Toshlarni olib turinglar. Mayli, polvon sizlarga bir yangi tomoshasini ko'rsatsin. Bizga ikkita yigitdan yordam kerak. U yigitlar xijolat bo'lmanglar. Yordam berasizlar. Ana shu aka, bir minutga keling siz. Siz. Ikkita yigitdan kerak. Tosh ko'tarmaydi, polvonga yordam beradi. Ana shu kepkali aka. Kepkali aka, siz. Keling. Voy, orqaga qaramang siz. Ha? Keling. Mana bitta, yana bitta yigit bormi? Ana, orqada aka siz. 1 minut aka keling. Mana yigitlar. Mana yigitlar. Kelinglar. Aka assalomu alaykum. Ves chan kilo aka? Nech kilosiz? 75 kilo. Sizchi? Asidu 50 haf nechidi? 7 midi? 67. Ha, tez baylinglar yigitlarni bo'lmasam nima bo'lsa bo'ldi. Tez baylinglar qoch ketmasin. Sahgaminglar. Hey, aka, majburlab olib chiqmadimmi sizlarni? Aka, o'zlaring chiqdilaring-a? Nima bo'lsa bo'ldi endi. Bu o'yinimiz nomi samolyot deb ataladi. Tu-154 samolyoti ulug' Tojikistondan Rossiyaga qarab parvoz qilsin. Bitta yigit lotchik, bittasi passajir. Polvon samolyotning motori. Motor sizlarga benzin gazga uchmaydi. Faqat qarsakka uchadi. Sizlardan qarsak, samolyot baland parvoz qilsin. Qara marhamat. Lezginko. Orani ochinglar. Orani och. Yazıyı başı. Bas. Arkadaşlar şimdi. Kalkmalar geçiyor. Nereye kadar? Bas. Kamera. Hey. Kolonga qarsın yo'qmi? Qo'lni bering. Yaxshimi? Bosh aynaldimi? Bu boshni bir silkib o'tib ketadi. Bu akam yaxshimi? Zo'rmi? Rahmat. Yigitlarga bir qarsak chop qo'yinglar. Rahmat sizga. Joyiga turib oling, joyingizga. Rahmat. Mayli. İyi, oy. Oh. Hey, to'xta. Akaga o'rtaga olib chiq ber, o'rtaga 50 kilolik olib chiq ber. Ey, aka. Mana ustini ko'taring. Mana, ey. Mana ikkalasini ham qo'shing. Ana. Ikkalasini xolasangiz bo'lmasam bittasini. Ha. Bulari 24 kilodan 48 kilo bo'ladi. Kam bo'lmaydi. Bo'ladi. Endi bunusini. 24 kilodan chiqadimi? Bulari. Endi bunusini. Ha. Siltab turib baquvvat ekan lekin yigit. Gap yo'q. Ana, tepaga. Ha. Ket. Boshimga tashurmadingiz. Mayli. Endi polvondan ko'raylik. Polvon ko'taradi. Polvon endi mayda shu o'yinni qo'yadi. Hamma tosh ko'taradi. Olib chiqinglar toshlarni hammasini. Yana ichkaridan qora toshlarni olib chiqib beringlar. Polvonga sog'a bo'lsin. Aslar, ikkita 24 kilolik tosh, ikkitasi 48 kilo, bitta 50 kilolik tosh bilan 2 kilosi kam 100 kilo. 100 kiloga ikkita 16 kilolik tosh 32 kilo bo'ladi, 130 kilo. 130 kiloga yo'q. Ko'payib ketdi-yu. Polvon ko'payib ketdi. 7 ta tosh bo'ldi polvon. Qaqob qo'yadi, tez baylinglar nima bo'lsa bo'ldi endi. 130 kiloga yana 64 kilo yuk. Aslar 194 kilo bo'lyapti. 194 kiloga lom zanjir 210 kilolik. 210 kilo ham kamlik qilmasin yana ikkita yigit. 70 kilodan bo'lganda ham yana 140 kilo. Ey, polvon, mana shu yuklar yerdan ko'tarilgandan keyin qarsakda zo'ri saniki bo'ladi, uka. Ko'tarilsin oldin qani. Ha. Biroga o'shalasan qaytarma, yo Alloh. Ana.
Ketdi! Yaxshi! Bravo! Qarsey! O'zbekiston polvoni. Asl polvon. Yaxshi. Kam bo'la. Barakalla Darvoz. Barakalla. Kamoling. Tayyormisiz? Hayli, bir duo qilaylik. Ilohoming Darvoz sog' chiqyapti-da, salomat hammamizni xursand qilib o'ynab tushdi. Alloh nasib qilsin. Allohu akbar. Qani bosing Darvoz. Bosing savaringiz bexatar bo'lsin. Darvoz. Narga tarafga o'tayliklar. Ana hozir aytib turibman. Langar tegadi deb turibman. Mayli. Darvoz yigit, xayolni parishon qilmaysiz. Dor tepasiga chiqib oldingiz. Endi hushyorlikni oshirasiz. Xayolni parishon qilmang. Oldiniga bir rasmiy darvozlik qilib, dor qonun qoidasi bilan, bir ahli jamiyat bilan tanishib o'ynab kelasiz Darvoz. Keyin o'yinlaringizni batafsil og'irlashtirib boramiz-da. Lekin birodarlar, darvozlarga kuch ilhom beradigan narsa sizlarni qarsiylaring. Qarsay bilan qo'llatiringlar. Darvozdan bir tomosha. Ana! Hey! Yeti! Ana! Vama! Hey, şarkılı! Ana! Yemele! Yaşasın! Hadi! Hey! Apara gel! Şarkı gel! Hey, şaşırma! Ayağını var inşallah kılasta! Apara gel! Yaşasın! Hadi! Hey! Bak ya! Oy şarkılı! Ana gel lan yigit! Oy şaşırma! Yaşa! Hadi! Hey! Ama karsıyam, bosunu karsıylar başka! Yaşasın! Ya baba gel! Birodarlar! Lekin bitta trosda sakrab, yana qaytib trosga tushib olishni o'zimizda. Ko'chada ko'ryapmiz, ariqdan sakragani o'ylanib turishibdi-yu. Darvoz bitta tros ustida sakrab tomosha ko'rsatyapti. Yaxshi ko'z, yaxshi nazarda tomosha qiltiring. Darvoz yigit, og'ir o'yinlarga o'tamiz. Chiroyli tomoshalarga o'tamiz. Qo'lingizdagi langar bilan o'rtaga kelasizda, langar bilan birgalikda tort ustida bir shohini bo'yning ko'raylik Darvoz. Ana! Ketdi. Boşgama! Hey! Hayalını kaçırmayın! Hadi getir! Ya! Yeter! Ama! Ya yaşa! Ya barakallah! Ya bana yanbaşa oyunlara! Hey! Hadi! Yaşa var! Bu ne nasıl ona ya? Ana! Ay yaşa! Hey! Hadi başlayasın! Ana gel lan! Hey! Haber tadırra karsıydı mı? Mayli, hey Darvoz, sizni to'xtatib qo'ymayman. Qadrdonlar qiziq turibdi. Bu yigit qana tomoshalar ko'rsatar ekan deb. Bir tomonlama shohini o'ynagan bo'lsangiz, ikki tomonlama shoh o'yinlarini ko'ramiz. Ketdi. Yaşa! Hadi getir! Qoyili! Barakalla Darvoz! İki tomonlama shoh o'yinlari bilan yaşasın! Hey! Qarsay istilmayapti yigitga! Rahmat! Kamomiylar! Ama birodarlar, shuncha odam baravar qarsay cho'sa bilasizlarmi nima bo'ladi? Panjkin larzaga keladi-yu. Ya! Bitta panjkinni larzaga keltirib, ovozi bilan qarsaylashin! Ya buvaylar, rahmat. Qo'li bo'shlar qarsay choptiraversin. Semichga chaqayotganlarda vaqti yo'q. U qarsay choqsa semichkani kim chaqadi?
Qarsaklarni qo'llatiring. Yigitlardan chiroyli tomoshalar bo'lsin. Mayli, darvoz yigit. Xofliroq tomosha buyuraman. Og'irroq tomosha. Qimillab turgan dorni ustida bitta qavat trost ustida muvozanat saqlagan holatda qo'lingizdagi 10 kiloli langar cho'pni boshdan oyoq qay mahoratda aylantirib o'ynab kelasiz, buni ko'ramiz. Marhamat. Hey, hey, Shorbo'ga. Shoshilmagan darvoz. Ayolni bari ishor qilish yo'q. Hey, Shorli doshlar, astalik bilan ayolni qochirish yo'q. Barakalla yigit. Ama Shorli doshirasiz, o oyoq langarga ilinib qolmasin. Shor bo'lib, shu hey darvoz. Hey, to'xtatib oling. Shoshilmang yigit. Ana, barakalla. Ay, darvoz. Qani. Hey, orqa tarafiga ham bitta qaytarib ko'raylik. Buni siqiyroq bo'ladi. Hey, qaldirg'och degan tomosha bor. Shuni ham qo'shib o'ynab kelasiz. Shor bo'ling. Barakalla. Shoshilma. Hey, to'xtatib oling. Ana. Hey, shoshilma. Qarshi bo'lsin. Xaridorlar. Amir shu holasan ko'ramiz endi. Hey. Barakalla. Qarigata. Boshgami? Allohchini bostiganda. Yashasın. Hadi. Hey. Bitta ovozli qarshi bosma. Ya'no'ma. Yashang. Mayli, darvoz yigit. Mayda-chida o'yinlarda qo'ying. Og'ir tomoshalarga o'tamiz, murakkab tomoshalarga o'tamiz. Hali o balanddor tomoshalari qarab turibdi-da. Mana shu kichkina dorda, simdorda oldiga bir to'mbaloq oshib o'ynab bering. Bir ko'raylik. Bu ancha murakkab bo'ladi. Simdor ustida. Hayolni bari ijod qilmaysiz, chunki bu qimillab turgan trosda oldiga to'mbaloq oshish ancha qiyin, ancha murakkab. Lekin to'mbaloq oshganingizda ham oyoqqa qaytib turib qolsangizgina hisob qilamiz. Darvoziga qaytib oyoqqa turib qolasiz, keyin hisob qilamiz. Tayyormisiz? Xudo yor bo'lsin. Mahkam bo'ling. Donlarda sozlar yeringlar yigitlar. Ayolni bari ishora qilmasdan, astalik bilan, ustalik bilan Shorli doshirib darvoz. Yolg'on. Şöyle bo'lib. Hay Allah qochirmang. Allohdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Yatta. Hoppa! Barakalloh! Yashasın! Hey, to'xta. Qarsikka arsimadimi deyman-da. Mayli. Hey, sizlarga bitta rekord tomosha bajarsin. Tomoshasini ko'ring. Sizlarga yoqishani. Darvozni oyog'ini taydagi trosga e'tibor berib turing. Oyog'ini taydagi tros 1 metrdan oshiq u yoqdan bu yoqqa borib kelsa hisob qilamiz. Elak tomoshasi. Qani marhamat. O'rtaga tur. Qani. Hey, e'tibor berib turing. Bunaqasi bo'lmagan edi. Ana! Shalvona. Hay. Qani bir yo'rali. Yeta. Emosiyanda. Bosboringlar. Yaşasın! Hay! Ya koyun! Ya buna bastın! Assalomu alaykum. Endi bularni men o'ynayman-da. 32 kilolik. Hamma har xil o'ylamasin. Ikkalasini ushing ikkita qo'lga. Ikkalasini ushing. Qarang, yelkaga. Siltab turib. Yelkaga. Bittasini, yaktasini, ha. Qarang, yelkaga na плечо. Pastga qo'ying. Boshqatdan ko'rsatgandek ko'tarish kerakligini ana.
Shuni ishing. Boshqatdan ko'rsam. Ana. Shuni ishing. Ana. Ana. Yelgaga. Katta. Opa, siltab turib. Ana. Endi bitta qo'lda tepaga. Yakzasi. Ha. Bir harakat. Nomi shayton. Ha. Bo'lmadi. 32 kilomi? 32 kilo. Chiqadimi? Haqiqiymi? O'g'illaringiz polvon bo'lsin, qarsa ichab qo'yinglar akamizga. Rahmat. Mayli, 32 kilolik toshlar, to'rtta tosh bilan o'ziga xos, o'ziga mos bir tomosha ko'rsataman. Oldin bitta qarsiyni eshitaylik. Bu qarzi ham menga qolganda shalab shulib rotinni qarzi bo'lib ketdi-yu. Ey, men sizlarni osh yedi deb eshitganman. Har kuni bir mahal osh yeyishadi deb. Sizlarni qarsiylaring rotinni qarzi bo'lyapti. Bitta osh qarsiyni eshitaylik qani. To'rtta tosh bilan. Mana har biri 32 kilodan. Shular bilan tanishib ketsin. Aki og'irlashtirib boramiz o'yinda. Aqaring ketdi polvon. Toshlarni tering. Yablочкani ko'ramiz. Ishshini. Mushki. Tunikani tortdi. Harakatni. Opa, tunikani mo'ljallab. Barakalla. Harakatni. Aziza tosh bilan chiroyli tomosha. Ya, to'xtab turing. Men sizni tushundim. Hozir polvon sizlar uchun bitta tosh bilan tomosha ko'rsatmoqchi edi. Qarasa qarsiy bo'lmadi. Qarsiy shunchalik qimmatmi? Yo, magazinda sotadimi? Qarsiy 2 idorasida dadilroq qarsiy choling. O'g'illaringiz polvon bo'lsin. Harakatli. Bitta tosh bilan. Chiroyli tomosha. Tomosha ko'rsatmasin, odam bilan tomosha ko'rsatsin. Odamda og'irligi ko'rinadi, bilinadi. Hamda ishonchliroq ham bo'ladi-da. Bormi, men yordam beraman degan akalarimdan bormi? Akalar dedim, opalar dedim. Bormi? Kelingchi, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Og'irligingiz necha kilo?
Kasban nechi bo'lardi? 65 yaxshi og'irlik. Bayla qochib ketmasin. Polvon shu 65 kilolik akami bir qo'lida o'zida olsin. Bir qo'lini o'zida oladi-ku, polvonga yengillik qilmasini, yana ikkita tosh topchi. Yana ikkita tosh topchi. Hey! Og'ir emas, yaxshi bo'ldi. Shu ikkita toshni qo'shib, polvon bir qo'lini o'zida oladi. Bu o'yinda nomi vertolyot deb ataladi. Sizlardan qarsak bo'lsa, vertolyot ko'tariladi. Agar qarsak bo'lmasa, ko'tarilmaydi. Bitta qarsakni eshitaylik. kilo 65 80dan 1 kilo ham kam bas 65 deyapti. Mayli o'g'illaringiz polvon bo'lsin. 300 kilo yukni tik turgan holatda bir ko'tarib aylantirishga harakat qiling. Marhamat. Ta'siriga osilib berasiz. Harakatda. Hareketli. Qarsayizdan chiqmasin. Qani barvaringlarimiz 30 kilodan 64 kilo. Yana 64 kilo, 128 kilo. Ikkita odamni yerni uzilsa, qarsak olamiz. Polvonga qarsak, yo'qmi qarsak? Bo'ladi. Yetadi tush. Barakalla polvon. Xaridunigani mo'ljallab. Najot polvonga qarsak, yo'qmi? Yashasa. Hey! Hisobni. Qarsak yo'q-ku. Ha. Kiring. Allah kuvvet versin. Barakalla! Najot polvon davrada! Yashasın! Hey! Bitta panchi ketdi, qarsiga ham bo'lsin! Geliyor! Hey! Tomoshalar yoqyaptimi? Xursandmisizlar? Endi meni xursand qilsalaring ora ochiq. Oddiy qog'ozlarda yoqyapti. Yongan alangalar nimalarga aylanadi ko'ramiz. Hushyor bo'linglar yigitlar. Hey, shoshilish yo'q. Oddiy tekizishib turing. Aslbek qiyshaytirib yuboringda. Oddiy qozonchalardan xaridorlarga aylandi. Yashasın! Ana sizlar qo'rqitasizlar buni. Bu o'zi biladi qatga borishdi.
Ey, ko'ring, o'zining yaxshi ko'rgan tamoshasi. Oddiy stulchalar Nurdorbek, bitta gildiroz qarshi chopamiz yigitga. Eza boks o'yinlari bilan Nurdorbek xizmatida. Aytib o'zgatishyapti. Ana oldin qaytib pishmasin rahmat.